Hozirgi kundagi eng so'nggi rusumdagi DJ mikrofonlardan MiG-2 modelini raspakovkani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Korobkasining orqasiga hamma informatsiya to'liq berib qo'yilgan. Hozir sizlar bilan bitta ko'rib, yana tushuntirib chiqamiz. Bu mikrofon bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumot berib qo'yamiz. Katta bolalarning mashinasi Gentra bo'lsa, hozir katta blogerlarning mikrofoni bu DJ MiG-2 hisoblanadi. Hozir sizlar bilan O'zbekistondagi narxini ko'rib chiqamiz. DJ MiG-2 ning narxi qancha ekan? $1 million. Bu mikrofonimizning marketplace'larda o'rtacha narxlari 6 milliondan 4 milliongacha tashkil etmoqda, lekin ICF do'konlariga aloqaga chiqsanglar yetkazib berish dastavka xizmatlari bilan chiroyli narxlarda qilib berishadi. DJ MiG-2 korobkasi 2 mm dan ovoz yoza oladi deb yozib qo'ygan ekan. Hozir sizlar bilan buni test qilib ko'ramiz. 1 metr. 50 metrdan ovoz yozish jarayoni. $100 metrdan ovoz yozish jarayoni. $200 metrdan ovoz yozish jarayoni. 250 metrdan ovoz yozish jarayoni. Keyingi videolarimizga nimani obzor qilishimizni xohlaysizlar, shuni kommentariyaga yozib ketinglar. DJ mikrofonlarga olingan videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like va podpiska bilan qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Hammaga rahmat.